Assalamu alaikum wa rahmatullah. はじめまして、皆様、こんにちは。 Bugün mening sizlarning oldingizda turib, Sharqiy Turkistonning ahvolini, Sharqiy Turkiston xalqining ahvolini, Sharqiy Turkiston xalqining orzu-umidlarini, siyosiy talaplarini, sizlarga bo'lgan salomini sizlarga anglatish, yetkazishdek mushundaq bir fursatni sizlarning menga berganliginglar uchun sizlarga o'zim nomidan, xalqimning nomidan ko'pdan ko'p rahmat aytaman. 今日、皆様の前に立てて、東トルクスタンの民を代表して、東トルクスタンの現状を、私の民の苦しみと希望を皆様に伝える機会に恵まれたこと、心から皆様に御礼を申し上げます。 Sharqiy Turkiston xalqi bilan Yaponiya xalqining tuvandagidek taqdir o'xshashligi bor. Birinchidan, har ikki xalq bir til sistemasida, ya'ni Oltay til sistemasida so'zlashadi. Ikkinchidan, har ikki xalq atom, yadro tahdidiga uchragan va bevosita ziyonkashlikka uchragan ikki xalq. Üçüncüden, Şarkı Türkistan halkı olsun, Yaponiya halkı olsun, Şarkı Türkistan devleti olsun, Yaponiya devleti olsun, Xitayning tajovuzchilik, kengaymichilik siyosatiga uchragan va uchrash ehtimoli bo'lgan ikki xalq. 東トルキスタンと日本はこの3つの問題で共通の運命を持っていると私は思っています。一つ、私たちは同じ言語、ある対言語の中にあるウイグル語と日本語を話しています。もう一つは核の被害に遭った人々です。またもう一つ3番目なんですが、これは私たちは中国の侵略下に遭いました。日本は中国の拡大の黒い手が今伸びようとしています。 Sharqiy Turkiston xalqi bilan sizlarning mundaq farqimiz bor. Sharqiy Turkiston xalqi hozir asoratda, ishg'oliyatda yashayotgan xalq va Sharqiy Turkiston mustamlikchilikda, ishg'oliyat ostida yashayotgan davlat. Sizlar bo'lsanglar bir mustaqil davlat va o'zinglarga o'zinglar xo'ja bir xalq. 東トルキスタンと日本の異なるところは、東トルキスタンっていうこの国は中国に侵略されて植民地下の中で下で今生きて、東トルキスタンの民は生きています。日本は主権があります。独立国家です。自由に生きています。 Sharqiy Turkistonning mustamlik tarixi nihoyat uzun. 250 yıllık tarihi ega. Muşu 250 yıllık tarihini azap okubatni men sizlarga bu yarım saatte so'zlab tugatanmayman. Lekin men sizlarga Sharqiy Turkiston davlatining bir mustamlika ishg'oliyat ostidagi davlat ekanligini, shundaqla Yaponiya xalqiga Sharqiy Turkiston xalqining tilaklarini, orzu-umidlarini va salomlarini yetkazsam bo'ladi deb o'ylayman. 東トルキスタンは1759年清に侵略されまして、今まで250年間主権を失った侵略された植民地下の下に置かれた国家として生きています。この250年で私の民と東トルキスタンが経験した苦しみをこの短い時間で私は皆さんに伝えきることはできません。しかしながら私ここで皆様に東トルキスタンが私に託した希望を皆さんに伝えたいと思っています。Sharqiy Turkiston
Xitoy Çin imperiyasininki tajovuzga uchrab 1759-dan 1864-yilgacha bu tajovuzchilik, bu ishg'oliyatga qarshi kurashlarni elib berib 1864-yili o'zining Qashqariya davlatini qayta qurib chiqdi. この250年の植民地化の歴史で私たちは独立の戦いをやめたことがありません。1759年から1864年の間で私たちは戦い続けて1864年についにもう一回独立を勝ち取ったのです。 Biroq 10 yildan keyin 1884-yili 20 yildan keyin Xitoy tajovuzchilari qaytadan bu davlatni ag'dirib butun Sharqiy Turkistonni Jungoning Xinjiang degan ism ostidagi bir o'lkasi deb e'lon qildi. 1864年に独立を勝ち取って設立されたカシカリア王国が1884年20年後に軍事的な弱さを突かれてもう一回中国の侵略下に入りました。その時中国は東トルキスタンの名前を新疆に変えました。新しい領土という意味です。 Qarşılıqni yana davamlashtirgan Sharq Turkiston xalqi 1933-yili o'zining tunji jumhuriyatini, ya'ni Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini qurib chiqdi. 私たちはそれでも戦い続けました。1933年2回目独立をもう一回勝ち取り、東トルキスタンイスラミ共和国を設立しました。 Bu davlat bir yilga qolmay qaytadan ag'dirildi. Lekin Sharq Turkiston xalqi yanala 10 yildan keyin o'zining qarshilik ko'rsatish harakatlarini davomlashtirgan asosda 1944-yili Sharqiy Turkiston Jumhuriyati, bizning ishkin jumhuriyatimizni qayta qurib chiqdi. 1933年の独立国家は1年の間に中国との戦いに負けてしまいまして崩壊しましたが、私たちは1944年にもう一回3度目の独立を勝ち取り、東トルキスタン共和国を設立しました。 Lekin Ikkinchi Dünya urushining oxirlashi to'g'ri kelgan bu jumhuriyat yanala xalqaro kuchlarningki siyosiy o'yinlariga qurbon bo'ldi. 1945-yili Yalta yig'inida Sharqiy Turkistonning taqdiri belgilanib, yanala Xitoyning bir mustamlikasi shaklida davom qildi. 1949 yilga borganda bizning Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining 5 rahbari prezident shuning ichida aeroplan vaqasi degan nom bilan qatl qilindi. 1944年に設立された東トルキスタン共和国はその時のビッグゲームの第二次世界大戦終了後のビッグゲームの犠牲になりながらも一生懸命頑張って独立を続けました。1949年新中国が設立され、私たちのリーダーの5人が毛沢東に北京まで来てくれ、話し合いたいって招待されました。その時この5人がソ連のモスクワを経由して北京に飛行機で向かっている途中に飛行機事故にあったっていう名目で消されてしまったのです。1955-yili Kommunistik Partiya ishg'oliyatidagi Sharqiy Turkistonni Kommunistik Beijing hokimiyati Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb atadi. Amaliyotda bu formal avtonom rayon bo'lib, bütün haq huquqlarning hammasi yanala Xitoy ishg'oliyatchilarining qo'lida edi. 1949年リーダーを失った東トルキスタンに中国共産党が官位に入りました。そして1955年中国共産党新疆の名前を
東トルクスタンの名前を新疆から新疆ウイグル自治区に変えました。これは本当の意味での自治権がある自治区ではありません。名前ばかりで全部中国共産党や漢族に支配される地域になりました。2004でWashington'da hicretteki, muhaciretteki Şarkı Türkistanlıkla Şarkı Türkistan sürgün hükümetini kurup tarihimizdeki iki cumhuriyetinin siyasi nişanıga, müstakillik iradesiga varislik kılış için bu hükümet özünün mücadelesini, özününki körüşünü kayıta başladı. Mana men şu hükümetinin 2015 yılı Tokyo'da işlenen kurultayda reis bulup saylangan Ahmetcan Osman aldığımda durman. 3回の独立国家が失敗に終わってしまったんですけれども、2004年になりまして、国外に亡命した独立の意思を引き継いだウイグル人たちによりまして、東トルキスタン亡命政府が設立されました。東トルキスタン亡命政府は、私たちが独立国家である、独立を勝ち取るっていう意思のシンボルです。私は2015年の第7回総会、東京で開かれた第7回総会におきまして大統領に選出されました。私はこの大統領のアフメッチャン・オスマンです。Men sizlarga birinchi bo'lib beradigan signalim, beradigan haqiqatim, tunishtiradigan haqiqatim Sharqiy Turkiston hargizmi Xitoyning bir parçası emas. Sharqiy Turkiston xalqi hargizmi Xitoydagi bir osonlik millat emas. Sharqiy Turkiston besivilingan, igilik huquqi tartibilingan bir davlat. Sharqiy Turkiston zemini ishg'oliyat ostidagi zemin. Bizning istaydiganimiz Sharqiy Turkiston xalqining siyosiy nishoni, eng oxirgi nishoni milliy mustaqilligini qayta qo'lga keltirish. 私が皆様にここではっきり申し上げたいことがあります。私たちウイグル人、あるいは東トルキスタンは中国の部下分離の一部ではありません。そして中国が訴えているように、ウイグル人は中国の中の一つの少数民族ではありません。東トルキスタンは独立国家で、今中国に侵略されて植民地下の下に置かれている国です。私たちは中国の侵略者を追い出して自分の主権を取り戻して独立国家を必ずもう一回築きます。これが私たちの亡命政府のウイグル人の最終的な政治的な目標です。Xitoy ishg'oliyatchilari, tajovuzchilari Sharqiy Turkistonning zaminini, Sharqiy Turkiston xalqining zaminini musodara qildi, ishg'ol qildi, mustamlika bir zaminga aylantirdi. Bu birinchi. Ikkinchidan, Sharqiy Turkistonning butun yer usti boyliqlarini bulab taladi. Sharqiy Turkiston xalqini o'zining boyligidan bahramand bo'la oladigan bir millatdan mahrum qildi, bir xalqdan mahrum qildi. Uchinchi, Sharqiy Turkiston xalqining jiniga zamin bo'ldi. Bu 1964 yılı 10. ayının 16. günü Sharqiy Turkistonning Lopnor'dan başlandı. 中国は東トルキスタンを侵略して、東トルキスタンの国土を侵略し、資源と富を奪いました。それと同時にまた東トルキスタンの民の尊い命も奪い始めた。これは1964年10月16日に東トルキスタンのロプノールから始まりました。